Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'tgan mavzuimizni bugun davom etamiz. O'zbekiston tarix fanining predmeti, maqsadi, vazifalari, manba va asoslari mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Mavzu rejasi bo'yicha arxeologik va etnografik manbalar haqida, xalq og'zaki ijodi va lingvistik manbalar haqida, yozma manbalar va tarix fanining yordamchi sohalari xususida, O'rta Osiyodagi tarixining davri va bosqichlari xususida to'xtalib o'tamiz. Tarixiy manbalar deganda biz albatta bilamizki, inson va jamiyat taraqqiyot tarixini aks ettiruvchi moddiy va ma'naviy boyliklar tarixiy manbalarga kiradi. Demak, biz tarixiy manbalarni ikki qismga ajratishimiz mumkin: moddiy va ma'naviy boyliklarga. Demak, moddiysiga inson qo'lidan yaratilgan buyumlar, ashyolar kirsa, ma'naviy manbalarga bu inson tomonidan yozilgan, bitilgan yoki biror joyda chekilgan rasmlar, suratlar, yozuvlar kiradi. Tarixiy manbalar turlari bo'yicha etnografik, ashyoviy, og'zaki, lingvistik, kinofoto, fono hujjatlar va yozma manbalarga bo'linadi. Demak, mana shu jihatlari bilan biz tarix fanini o'rganishimiz joiz bo'ladi. Yani etnografiya degani bu xalqlar tarixi bilan bog'liq, ashyoviy degani arxeologik topilmalar asosida, og'zaki degani xalq orasida yurib, og'zaki yozma, og'zaki xalq orasida ertaklar, rivoyatlar, afsonalarni yig'ish. Lingvistik degani bu bevosita tilshunoslikka bog'liq joy nomlari, turli xil atamalar haqida ma'lumotlarni tarixga kiritish. Kino, foto, fono hujjatlar degani bizlarga ma'lum hozirgi paytda olingan hujjatli filmlar, fotosuratlar, boshqalar asosida va yozma manbalar bevosita insoniyat tomonidan qoldirilgan yodgorliklar. Endi manbalar va tarixshunoslik masalalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, arxeologik yodgorlik va moddiy manbalar qaysilar degan savolga javob beriladigan bo'lsa, odam yashagan joylar, qadimiy me'morchilik inshootlari, g'or, makonlar, qadimgi manzilgohlar, shaharlar, qo'rg'onlar, alohida me'morchilik inshootlari, ya'ni bular hammasi uzviy jihatdan bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Inson yashab, ya'ni insoniyat dastlabki istiqomat qilgan joydan to bugungi kungacha yashab kelayotgan manzillari e'tiborga olinadi. Keyin sun'iy sug'orish inshootlari, kanallar, ariqlar, ularni bilasizlar. Keyin qadimgi xomashyo konlari, qadimgi qabristonlar, tasviriy san'at obidalari, mozor qo'rg'onlar, qabrlar, maqbaralar, rahmalar, qo'yinki nimaiki arxeologik ashyolar bo'lsa, arxeologik ashyolar asosida topilgan bo'lsa, jami arxeologik yodgorliklar tarixiy manbalarga kiradi va bular o'z navbatida tarixshunoslikning muhim jihat hisoblanadi. Moddiy yoki arxeologik manbalar haqida gap ketganda biz boya aytib o'tdik, arxeologik yodgorliklarning topilmalari, arxeologik yodgorliklar bizga yozuvgacha bo'lgan tarixni o'rgatadi. Ya'ni yozuv madaniyati shakllangungacha bo'lgan tarixni arxeologik ashyolar o'rgatadi. Soqollar topiladimi, qadimgi qo'rg'onlar topiladimi, qabrlar, inshootlar, zeb-ziynat buyumlari bo'ladimi, tanga pullar bo'ladimi, nimaiki topilgan bo'lsa, buniki jamisi o'sha insoniyatning qo'lda yasalgan jami narsalar moddiy yodgorliklar hisoblanadi. Keyin yozma manbalarga bevosita to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yozma manbalar bu yozuv madaniyati paydo bo'lgan davrdan boshlanadi. Bizning hududimizda yozuv madaniyati demak miloddan avvalgi 5-4 asrlarga borib taqaladi. Mana shu davrdan boshlab bizning hududimizda yozma yodgorliklarni paydo bo'lishi davri hisoblanadi. Jumladan dastlab eng birinchi yozma yodgorlik Avesta hisoblanadi. O'zbekiston hududi uchun, boshqa hududlar uchun miqxatlar, ya'ni hierogliflar yozma yodgorliklar hisoblanadi. Etnografik manbalarga esa biz bilamizki, etnos so'zi ya'ni xalq ma'nosini bildiradi, grafa yozaman, ya'ni O'zbekiston hududida yashayotgan jamiki etnoslarning turmush sharoiti, ularning urf odati, ular haqidagi ma'lumotlar hammasi etnografik ma'lumotlar sirasiga kiradi. Lingvistik manbalarga boya o'tdik. Lingvo degani til degani, ya tilshunoslikka oid ma'lumotlar. Bu yerda biz turli atamalarni va turli
kasbkorga oid, ismga oid, joy nomlariga oid atamalarni biz o'rganib, ular haqida ma'lumotlarni to'plab boramiz va ularni biz lingvistik manbalar sifatida tahlilga tortamiz. Xalq og'zaki adabiyoti haqida gap ketadigan bo'lsa, o'ylab ko'riladigan bo'lsa, xalq og'zaki adabiyoti ham tarixga kiradimi degan savol tug'ilishi mumkin. Tabiiy, albatta xalq og'zaki adabiyoti tarixning bir ajralmas qismi hisoblanadi. Garchi bu yerdagi voqealar bir qismi baddiylashtirilgan bo'lsa-da, lekin tarixiy voqealarni aks ettirishda xalq og'zaki ijodiyotidan unumli foydalanish muhim hisoblanadi. Ya'ni bizga o'sha yetib kelgan Tomaris yoki Shiroq haqidagi afsonalar ham bevosita xalq og'zaki ijodi mahsuli bo'lgan va uni Gerodot yozib olgan. Qolaversa, keyinchalik Alpomish, Go'ro'g'ir dastonalardagi voqealar ham bevosita o'sha xalqning o'rta asrlar davridagi turmush tarzini bizga bayon qilib beradi. Mana endi biz paleografiya, epigrafiya, numizmatika, geraldika, sfragastika, diplomatika, kronologiya, metodologiya kabi tarixni o'rganadigan qo'shimcha fanlarni biz aytib o'tishimiz kerak va xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana ibtidoiy davr, keyingi darslarda o'tamiz. Ibtidoiy davr tosh davridan boshlab to hozirgi davrgacha bo'lgan barcha tarixiy davrlarni boshidan o'rganib olishimiz to'g'ri keladi va bu yerda biz sizlar bilan shu masalalar bo'yicha manbalar, adabiyotlar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Mana O'rta Osiyo tarixini davrlashtirish bo'yicha umumiy berilgan jihatlar. Agar mabodo sizlarda shu mavzularni to'ldirishga ehtiyoj tug'ilsa, biz slaydlarni sizlarga havola qilamiz. Shu havola orqali slaydlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Savollarni kutib qolamiz.